78 ming so'mga olindi nobuqa. Neden çölle başlayalım. Akçası 78 ming so'm bo'ldi. Oldu? 78 ming so'mlik buqaning salmog'i qancha chiqdi birinchi? Canım video qalam YouTube'a chiqaram. Qo'y. Aytmasangiz, nechi kilo chiqaram aytmasangiz? 460 kilo chiqdi. 460 kilogram chiqdi. Mana 78 mingga olingan buqaning salmog'i. 460 kilogram. Altmış 8 mingga olingan ekan nobuqa salmog'i ko'rasiz. 356 kilo chiqdi. 68 mingga olingan buqaning salmog'i 356 kilo. Ya 356 çıktı o? 356 kilogram. Altmış 3 mingga berib aytadi buqani. $408 kilo chiqdi. 63 ga berib aytdilar. 408 kilogram chiqdi. $68 ming so'mlik buqa mana sizlar ko'rib turgan. 68 ming so'mlik buqa mana sizlar ko'rib turgan. Salmog'ini ko'rasiz. Qana qana. 386 kilogram chiqdi. Beriki qancha chiqdi? 386 kilogram chiqdi. Bag'asi 68 ming. 528 kilo chiqdi. 93 ming so'mga berib aytamiz deydi egasi. Alarmanlar 93 ming so'mga bog'lab chiqdi. Salmog'i 528 kilo chiqdi. Elde metfiyatı 50 lira. 45. 46. Ya şunu qancha tutasiz bunani? 8 ming so'mda o'tadi. 46 kilogram chiqdi. Ha. 43 ming so'm bo'lib turib, mana qo'najin. Qo'zlar qanchadan bo'ldi? 6 ming so'm. Urg'och qo'zlar ekan, ha? Urg'och qo'zlar 6 ming so'mda. Qancha oldi ақшасы? 25 bo'ldi. Ekovi. 20. Eki qo'chqor 25 ming so'm bo'lib tur. 12,5 dan. Qo'zi qo'chqorlar. Qo'ylar qanchadan bo'ldi? 8 ming so'mdan bo'lib turib, mana qo'ylar. Oldu da gel. Ayting debing bo'ldi. Yo'q, u qo'yaymi qancha u? 6. 6 ming so'mdan qo'chqor. Uyga tashlangda jezim qiziqdilar ha. Yaxshilar bu. Yana qo'zi qo'chqorlar qanchadan bo'ldi? Qanchadan o'tasizlar? 8,5 ming so'mdan. Qo'zi qo'chqorlar ekan, ha? Qo'zi qo'chqorlar 8,5 ming so'mdan deb o'tadi, sotilmay qolib tur. Bozorning o'zidan chiqib o'tadi.